أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz dersimizninki 4. faslisi, 1. bab 4. faslisi mutaallaqatul fi'lga kelib mutaallaqatul fi'lga münasebetlik terkuhu ve hazfuhu taqdimuhu ta'khiruhu qatorliq mazmunlarni tilg'ab o'tgan. Undan keyin oldin sa'lik darsini mutaallaqatul fi'ldan masalan maf'ulni tashlash, maf'ulni tilga olish degandek mazmunlardagi ifodalar, jumla shakllarining ifodalarini tilg'ab o'tgan. Undan keyin oldin sa'lik darsimizda maf'ul va maf'ulun bihga o'xshash boshqa mutaallaqatul fi'lga tava bilaklarni muqaddam qilish degan mazmunda to'xtagandik. Dersni başlashdan ilgirki derslarni bir quruq takrorlab o'tsak, kitobimizning boshida biz fasohat balog'at haqida to'xtaldik. Fasohatni so'zlarda tepiladi, balog'at fasohat so'z va jumlalarda tepiladi, balog'at jumlalarda tepiladi. Fasohatning tepilish uchun so'zlar va jumlalar har birisi 3 dan 6 dona shartni hozirlash kerak. Ya'ni tanafrul huruf ve tanafrul kelimatlardan xali bo'lishi, muhalafatul qiyas ve da'fut ta'lifdan xali bo'lishi, g'arobat ve ta'qidlardan xali bo'lishi qatorliq deb o'tgan. Undan keyin jumlalar, ya'ni so'zlari va jumla o'zi fasohatlik bo'lish degan shartni hozirlab qo'ygandan keyin mutakallimning muddaosini ifodalaydigan shaklda, maqomning ahvoliga mos shaklda keltirilishi, shunga munosabatlik cümlenin ahvallari, tadqiqatlari balog'at deb atiladi degan to'p. Shu asosda biz kitobimizning asosiy mazmunini birisi ilmul maani, yana birisi ilmul bayon deb ikkiga bo'lgan bo'ldik. Ilmul maanini 8 fasliga bo'lgan. Shuning 4-fasli ahval mutaallaqatul fi'li. Oldin soatda cho'girib o'tgandek mutaallaqatul fi'li degan asosli ko'z tutildigini jumladagi mustallay va musnaddan iborat ikki asosiy bilakdan boshqa keladigan qo'shimchalar bo'libmi? Musnad fe'l olgan vaqtda, musnad fe'l olgan vaqtida fe'lga munosabatli ko'p qiladigan, masalan maf'ulun bih deymiz, maf'ulun fih deymiz, maf'ulun lah deymiz, maf'ulun mutlaq deymiz, undan keyin hal deymiz. Mush qatorliq bilaklarning hammasi mutaallaqatul fi'l bo'ladi, mutaallaqatul fi'l bo'ladi. Mohiyatda grammatika nuqtasidan mustallay asosiy bilak, musnad qo'shimcha bilak, ammo qolganlari musallay bilan musnad asosiy bilak, qolgan bilaklarning hammasi qo'shimcha bilak deb ayrilgan bilan, ammo balog'atchining nazarida balog'atda ma'no nuqtasidan jumlaning ma'nosini ifodalash har bir bilak o'ziga tushgan vazifani ado qilish nuqtasidan o'xshash, hech qaysining darajasidan yuqori tuanlik yo'q. Bunga qiladigan muomala o'xshash, hatto e'tiborlardan tortib hammasining o'xshash. Shunga bizga nisbatan mutaallaqatul fi'lni tushunish va qiyin to'xtamay, chunki biz mustallayda bir muncha holatlarni so'zlab o'tdik. Musnadda bir muncha holatlarni so'zlab o'tdik. Hazf deymiz, zikr deymiz, taqdim ta'xir deymiz. Ayni ahvollarning hammasi maf'ulun bih va shunga o'xshagan boshqa ahvollardan keladi. Shu avtor hozirgi mazmunda gapni taqdimul maf'ul va nahvihi deb boshladi. Ya'ni maf'ul va maf'ulun bihning o'xshashlarini degani jumladagi musallay va musnaddan boshqa bilaklarning hammasi mushuning mutaallaqat, qo'shim mulhaqatlari bo'ladi. Shu avtorda aytadi maf'ulun bih va shunga o'xshagan jar majrur, zarf, hal va uning o'xshash fe'lning ma'mulatlari, ya'ni fe'lga munosabatlik bilaklarning hammasi tuandagidek g'araz tufaylidan, tuandagidek maqsad tufaylidan muqaddam qilinib, bir qancha ahvol tilga oldi. Mohiyatda keltirgan, avtorning keltirgani, maktabda keltirgani oz. Faqat misol tariqasida qanday qilyotdi, so'zlayotdi. Endi o'quvchilarimiz agar bu to'g'riliq, davomli deb qo'yatmi, bu bir faqat misol, buning haqiqiy tatbiqiy amaliy ahvolini siz shu navbatga kelgan vaqtida o'zingizga til tuyg'usi bilan qanday qilasizlar, mazmunni sug'urib olasizlar, suzib olasizlar, davatimi. Bunga nisbatan o'quvchilar bundan ko'proq bir misollarni ko'makchi bo'lsa, masalan bizningki tavsiya qilayotgan bir kitoblarimizdan Funun al-balagha fununuhu fununuha va afnanuha deb bir kitob bor. Hammalar bilasizlar. Shu kitobningki 241-betdan 251-betgacha balkim nashr o'xshamasligiga qarab
bu bet sani o'xshamaslığı mümkün. Ama biz görgen neşirde 241'den 250 birinci betlergacha mushu maf'ulun bihni va shunga o'xshagan mutaalliqatul fillarni muqaddam qilish ahvollari qanaqanday so'zlanadi. Sözün şu yerden tefsiri körsek buludu. Ondan başka biz okuyuculara tavsiye kılgan kitaplardan şu kitabın avtorunun özününki El-İdah fi Ulumul Balaga da bir kitabı var. Onun kösanlarını buludu. Ondan başka Ahmet Muragi'ninki Ulumul Balaga da bir kitabı var. Onun 91. bet etrafında, şu etraftan neşir okşamaslığı qarab turib belki betsal okşamaslığı mümkün. Şu etrafta bu toğruluk tefsiri ahvalları var. Bizden kitabın ixcham xarakteriga asosan ixcham xarakteriga emas shaklda qisqacha deb aytamiz. Ammo kalamni shu eni qo'shimki bu taqdim ifodalaydigan mazmunlarni biz muslayda o'qib bo'lgan shu mazmunlar asosan shu. Davotda birinchidan tayindagi muayyanlashtirishdagi xatolikni raddiya qilish deydi. Bu yana gapni xulosalasak biz jumladagi ma'lumotlarni muqaddam qilish taxsisni ifodalaydi bir og'iz gapni qilgan. Buni balog'at qoidasi bo'yicha qasrmi deydi. Yani qasr jumlaning bir bo'lagini bir bo'lakka qanaqa qilish, xas qilish. Endi qasrning 3 xil ifodalagan 3 xil bo'ladi. Qasrning maqsad, qasrdan muddao 3 xil maqsadni ado qilish uchun qasr uslubi qo'llaniladi. Birisi qasr qalb deymiz. Qarshi taraf mushu mazmunning aksini o'ylayotgan vaqtida biz qasr ya'ni taxsis uslubi ishlatamiz va qarshi tarafning o'ylagan ta'tir ma'nosiga qarshi hukmni ifodalash uchun. Masalan deyli Muhammadni o'quvchi, tijoratchi emas deb o'ylagan bo'lsa, men deyman Muhammad tajirun la talibun deyman. La talibun mayadagi ishlatgan qasr uslubim yoki laysa Muhammad illa tajirun deb bunda ishlatgan qasr uslubim nima uchun desa, qarshi tarafniki Muhammad degan o'quvchi degan tushunchasiga qarshi shaklda majumladan Muhammad o'quvchi emas yoki savdoga degan hukmni ifodalaydigan uslubni mana shaklda ifodalaydi. Bu qasr ifrot deymiz. Yoki qarshi taraf ta'tirisini o'ylamay ikki ishda o'rtaqlikni o'ylagan bo'lsa, masalan Muhammad ham savdoga ham o'quvchi degan bo'lsa, men buni muayyanlashtirish uchun laysa Muhammad illa tajirun. Muhammad faqat tijoratchi, o'quvchi emas deyman. Shu asosda buni qasr uslubi ishlataman. Ya'ni bu yerda demakchiki, men uni bu muqaddam qilish taxsis uchun demakchi, boshqa gap yo'q. Ammo bayatni degandek taxsis, ya'ni qasrning muddaosi 3 xil o'g'achqa, qasr ifrot, qasr ta'yin, undan keyin nima? Qasr qalb deb 3 xil o'g'achqa, shuning birisini qana qilib mayada ko'zi tutib, qarshi taraf boshqa xil o'ylab qoldi. Shu o'yiga qarshi jumlaning mazmunini to'g'rilash, yoki o'zingning shuningga qarshi mazmunni ifodalash uchun qasr uslubi ishlatish to'g'ri keldi. Qasr uslubini ishlatish uchun dal maf'ulun bi va shunga o'xshagan jumladagi bilaklarni muqaddam qilish to'g'ri keldi. Ya'ni gapni taxmin qilsa maf'ulun bi va shunga o'xshagan jumladagi mutaalliqatul fil bo'lgan bilaklarni muqaddam qilish qasrni ifodalaydi, taxsisni ifodalaydi. Abdurdavatud ma'runda muayyanlashtirishdagi xatolikni raddiya qilish degani qarshi tarafning o'y fikriga raddiya berish. Qarshi tarafning xato o'y fikrini tuzitish uchun maf'ul muqaddam qilin. Ya'ni qasr desak bo'ladi, chunki qasrning muddaosi shu. Masalan sen Zaydan araftu deysa, biz Uyg'urchaga tarjima qilsak, darhol tushunamiz buni. Men arablarni tarjima qilmagandan keyin o'zining gapini shu arabcha o'yanga o'rib tushunimiz bo'lmaydi, lekin biz tushuna olamiz. Araftu Zaydan desa, Zaydni tunudim degan gap. Zaydan araftu desa, Zaydnilla tunudim degan gap. Cho'qim bu gapni bikaga demaydi. Qarshi tarafdagi xato tushunchani to'g'rilash muddaosida deydigan gap. Siz ya Muhammadni yoki Zayd ikkisini birini tunib qolibsiz desa, men Zaydni tundim, Muhammadni tunamadim. Ma'o qasr ta'yin. Qarshi taraf Muhammadni tunibsiz desa, yo'q, men Zaydni tundim, qasr qalb. Siz Muhammad bilan Zayd ikkilisini tunibsiz yo'q, Muhammad bilan Zaydni tundim degan bo'lsa, qasr nima? Ifrot. Demak, qarshi tarafning muddaosini, ya'ni qarshi tarafning xato tushunchasini to'g'rilash muddasidan tuzilmoqchi bo'lgan iborat shu xil shaklda tuziladi. Ya'ni bu iborat bu xil shaklda tuziladi degan gap maf'ul va shunga o'xshagan bilaklar jumlaning muqaddam qilinadi. Shunda o'tib turib liman i'taqada annaka arafta insan.
Bir adam var, şunu oylab qaldingizki, siz bir odamni qanaqa qildingiz tunudingiz, u Zayd emas. Boshqa odamni tundi deb oylab qolgan odamga tushunchasini to'g'rilash uchun deydigan gapimiz. Normalda biz o'zimizning normal Uyg'ur tilida qo'llanamiz bunday uslublarni. Masalan, siz bugun tamoq mı yapsiz, mevzu mu yapsiz desa, yo'q. Men taamen akeltu. Tamoqni laqana qildim yedim. Siz mevzu yapsizlar, tamoq yemaysiz. Akeltu taamen akeltu. Tamoqni la yedim. Ikkala xil ahvolasida mush xil shakl ifodalaymiz. Bundan qanday mazmun chiqadi? Shu Zaydni araftudan qanday mazmun chiqadi desa, Zaydni la tunudim, qarshi tarafning idizi bo'yicha boshqasini emas o'g'achqa. Agar mush jumlani ta'kidlash to'g'ri kelib qolsa, nima deysiz? Jumlangizni ta'kidlashni la g'ayr. Chunki la g'ayr degan mazmun mush jumlaning o'zidan ham chiqadi. Zaydni la tunudim degan gap, boshqasini tunuvdim degan gap mushni olmas shaklda ta'kid etiladi. Ya'ni la g'ayr. Zaydni araftu la g'ayr desa ma to'g'ri. Lekin mazaydan darabtu la g'ayr desa to'g'ri emas. Nima ishqa? Chunki biz bayatdanqidek birdan-bir tahlil qilib baqayli. Ma Zaydan darabtu degan gap. Bu aloqa taxsis ahvollar musbat va manfiy jumlalarda o'xshashdir. Bo'lishliq bo'lishsiz jumlalarda ifodasi o'xshash. Zaydan darabtu desa Zaydnilla urdim degan bo'lgandek, ma Zaydan darabtu desa Zaydnilla urmadim degan bo'ladi. Bu gapning o'zini qanday ma'no chiqadi? Boshqalarni urdim degan ma'no chiqadi. Anaqandan keyingi la g'ayrni kelib qo'ysam, ma jumladan chiqayotgan ma'no shu jumlaning o'zidagi yana bir ma'noga zid kelib qoldi. Shu bu logik jihatdan xato. Chunki jumlaning beshi boshqalarni urdim degan ma'no ifodalaydi. Jumlaning oxirisi boshqalarni urmadim degan ma'no ifodalaydi. Bu birisi-birisiga nima? Zid o'g'achqa ma jumlamada shaklga keltirish xato. Ve yana digilolmaydi, wala yuqaldigan digilolmaydi. Ma Zaydan darabtu wala g'ayruhu digilolmaydi mayada. Zaydnilla urmudim, boshqasini urmudim digilolmaydi. Wala shakl, mana shakl. Nimishqa siz muxotabga, shu muxotabning sizdan Zaydga, siz tarafdan Zaydga urush yuz berganligini e'tiqod qilganligiga qator radiya qo'ymoqchi bo'lganda. Qarshi taraf sizni Zaydni uribdi degan vaqtda men Zaydnilla urmudim desa, boshqalarni urdim degan bo'ladi ayetning. Cho'qim urdim degan mazmunga yarasha ta'kid keltirilsa, bu jumla oxirida, ammo urdim, boshqalarni urdim degan mazmunga qarshi juz'iy bilan keltirilsa, bu jumla bir-biriga o'z ichidan qarshi bo'lib qoladi. Bu xato jumlaga aylanadi. Buni xato jumlaga aylanishi, nimish qilsa oldingi jumlaning muddaosi bor. Oldingi jumlaning muddaosi urush Zayd qila tushdi. Boshqalarga emas degan ikki mazmun birga chiqadi. Shu birga chiqadi bo'g'achqa, keskin ikki hukm birga chiqadi bo'g'achqa, o'sha ikki hukmga zid keladigan hukm jumlaning keyinga kelib qolsa, shu bir jumladagi gapning o'ziga zid kelgan bo'ladi. Shu nuqtada xato. Va yana digilolmaydi, madaydan darabtu walakin akramtuhu digilolmaydi. Chunki Zaydan degan jumladagi maf'ulun bih bilak. Anog'anda bu yerdagi mazmunning qasr bo'lishi, taxsis bo'lishi pil ustida emas, balki maf'ulun bih ustida. Chunki keynidan wala akramtuhu deb manda shaklda, walakin akramtuhu deb ma'ni isbotlab keltirish xato. Nima uchun? Chunki jumlaning muddaosi pilda emas, maf'ulun bihda. Qanday shaklda kelinsa maf'ulun bih kelinsa bo'ladi? Agar to'g'ri emas shaklda kelinsa, bo'lmasa dastlab jumlaning bashi maf'ulun bihdan boshlanib turib, oxirida pildan oxirlashib qolsa bo'lmaydi. Chunki kalam jumla shu asosni asos qilib qurilganki, xatolik uriluvchida pil emas. Chunki qarshi tarafga bir narsa bildirmoqchi biz. Qarshi tarafga bildirmoqchi bo'lgan muddao nada? Maf'ulun bihda, maf'ulda pilda emas. Qarshi tarafning xato hukmini to'g'rilmoqchi. Qarshi tarafning xato hukmi maf'ulun bihda nada emas, pilda emas. Shunga o'xshash jumlaning muddaosi boshqa yoqqa burilib ketsa bo'lmaydi. Uni to'g'risiga qaytirish nima desa, walakin amran, chunki masala Zayd amr. Bunda maf'ulun bihda. Men Zaydni la urmudim. Kimni urdim? Amrni urdim. Zaydni faqat urmudim degan ma'noda bu. Bu maf'ulun bihni, ya'ni maf'ulun bihga o'xshash jumladagi bilaklarni muqaddam qilishdan chiqadigan birinchi mazmun. Ikkinchi mazmun ta'kid chiqadi. Bu gapni biz deb qo'ygan savoqdoshlar. Xuddaliki Muslimlarning taqdim qilish babida Abdul Qohir bir muncha fikrlarni o'tirib qo'ydi, Sakaki fikrlarni o'tirib qo'ydi, Abturning o'zi fikrlarni o'tirib qo'ydi. Bu yerdan biz muqaddamdan taxsis chiqadiganligi, ta'kid chiqadiganligini deb qo'ygan. Bu yerda muqaddatimizda sizning Zaydan araftu degan so'zingizda ta'kid chiqadi, mansubdan ilgari
tafsir qilinuvchi bo'lakdan bir taqdir qilinsidagini bu jumlani diqqat qilinglar. Araftu degan jumlada arafa fe'l, tu fa'ilisi huzmir maf'ulun bih. Lekin ma jumlaning oldidagi zaydga faqat ehtiyoj yo'q. Zayd yolg'iz holatda taqkilanmaydi, chunki yolg'iz bo'lib qolsa zarur qilmasdi. Çoğun bunu zarur qilgan omildan birisi. U omil o'zi bu qaysi desa, biz keynidagi araftuga qarab turib, oldiga araftu deb pildan birini taqdir qilamiz. Undan jumlaning bo'ladi araftu zaydan araftuhu bo'ladi. Demak, bir jumla ikki adi aqaqidin takrorlandi. Bu bizning nahvida o'qigan ta'kidning ta'kid lafziy qismi. Ya'ni bir jumla aqaqidin ikki takrorlangan bo'lgancha ta'kid lafziy bo'ladi. Ya'ni zaydning oldida, mansubdan ilgari degani zaydning oldida pildan birini taqdir qilib bo'lsa, bundan ta'kid chiqadi. Ammo mufassir mansubdan ilgari taqdir qilinmasa, u vaqtida taqdim taxsis uchun bo'ladi, undan boshqa emas. U vaqtda nima deyiladi desa, Zaydan araftu deb gap qolsa, masalan, addi. Zaydan araftu deb gap qolsa addi masala. Chunki Zayd araftuni maf'ulun bihi oldiga o'tib taxsis chiqadi deb ham hal qilindi. Lekin Zaydan araftuhu deb qolsa, ma araftunu maf'ulun bihi degil olmaydi. Ana o'zi qanday qilamiz desa, buni mana shaklda qilamiz. Zaydan araftu araftuhu. Bu yerdan ta'kid masalasi ayrim masala, ammo Zaydanning omili keyingi taqdir qilinadi. Shuning bilan Zaydan araftuhu bo'ladi. Ikkinchi araftuning takrorlanishi va ta'kid uchun u bizning hozirgi masala emas, ammo birinchi Zaydanninki jumlasi keyingi taqdir qilinadi, taxsis chiqadi, oldiga emas. Aşı gap hozir keladi. Uchinchisida taxsis degani Zaydan araftu degan yerda mansubning oldida mufassir degani tafsir qilingan fil oldida taqdir qilinmay, balki keyingi taqdir qilinsa. Keyingi taqdir qilinib Zaydan araftuhu bo'lsa, Zayd araftuning maf'ulun bihi bo'lsa, keyindagi shu vaqtida taxsis chiqariladi. Xuddi bu va amma samuda fahadaynahum degan. Oyatda samudu o'qiladi. Normal o'qilish samudu, ya'ni bir qiroat va samuda. Samuda desa va amma samuda hadayna samuda fahadaynahum. Va amma samuda hadayna fahadaynahum degan ma shaklda taqdir qilinsa bo'ladi. Shu vaqtda taxsis chiqadi. Ya'ni shuningdek marartu bizayn degan so'zingizmi shu siz marartu bizaydin marartu emas, marartu bizaydin keyin muqaddam qilindi. Mana bular taxsisni ifodalaydi. Siz buningda sami'atun xatolikni yo'qotishni iroda qilasiz. Chunki diqqat. Taxsisning muddaosi nima desa, qarish tarafga u o'ylayotgan xato hukmni raddiya sifatida bir mazmunni bildirish. Qarish tarafga u o'ylayotgan xatolik qarta raddiya hukm. Masalan, bika-bikaga men bugun maktabga bordim demayman. Meni suvoqqa tortib, ha, bugun maktabda boshqa nega bording? Seni bozorda o'yiningni ko'rib qopdi-ku desa, shuningga qarashi, yo bugun maktabga bordim deyman. Demak, taxsis qasrlar cho'qim qarish tarafning xato muddaosini ifodalaydi, u to'g'rilashun kelgan bo'lg'achqa, taxsis ifodalaydi, ya'ni siz sami'atdan xatolikni yo'qotishni iroda qilasiz. Ya'ni agar siz Zayddan boshqa bir odamning qishini o'tdingiz deb o'ylab qolmaysiz. Hey, tunugun amridan bilmayapsiz. Yo'q, bizaydin marar faqat Zayd bilan qana qildim, mangdim degan shaklda ifodalanadi. Ana mishadin biz bir narsani xulosalab olsak bo'ladi. Kitobdan emas, normalda biz bütün oyat hadislarni, arab jumlalarini, she'r adabiyotlarini istiqro qilib tashib chiqqan vaqtimizda o'zimizning mana tuyg'usilar, bizim bir tilimiz emasmi? Normal tuyg'usilar shunda diqqat qilgan vaqtimizda bir narsani his qilamizki, qanday yerda muqaddam bo'lsa, shu yerda taxsis bilib chiqadi. Tabiiy u. Masalan, tamoqni yedim, normalga. Tamoq nima yedim? Tabiiyki bu yerda nima chiqadi? Taxsis chiqadi. Shunda deyotdi. Taxsis doimo g'aliban degani mutlaq emas. Ba'zi ahvollar, g'olib odatda ko'p ahvollarda taqdimga erishishlar. Lozim degani, taqdim boyaga taxsis bo'ladi. G'aliban, ma bir nuqtaga diqqat qilinglar. Men boyatdan sizlarga darsning boshidan Al-Balagha fununuha va afnanuha degan kitobni bikaga deb berdim. Shu kitoblarga qarasanglar, g'alibanga berilgan izohatlar bor. G'aliban degani, g'aliban taqdim boyaga taxsis chiqadi. Ba'zi vaqtda taxsisdan boshqa ma'no chiqadi. Masalan, xuzuhu fagulluh thummal jahima salluda. Jahima salluda jahimning muqaddam qilinishi taxsis uchun emas. Ya oyatning favosillari uchun yoki muqaddam bo'lgan tarafga ehtimomning borligini bildirishni, ko'ngil bilish, faqat muhimlikni ifodalash uchun kelgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan taxsisdan boshqa chiqadi, lekin g'aliban taqdim qilingan o'rinda taxsis chiqadi.
Şunlaşqa iyyaka na'budu va iyyaka nestaîn'de taxsis ba deb turib tarjima qilgan vaqtda taxsis degan tarjimani chiqaramiz bildiki ibodatni sangla seni ibodatga xos qilamiz va yordamga seni xos qilamiz deb mana shaklda tushuntirildi. Ya'ni sangla ibodat qilamiz, sendilla yordam beramiz deb la degan qo'shimchani qo'shamiz. La ilallohi tuhsharundimi? Shu Alloh tarafiga la qaytarilsa undan boshqaga emas deb, yana bir emas degan ma'noni bildi chiqib. Chunki taxsis deganni o'qimi shu. Xo'sh. Endi men bayatdan g'aliban da bir gapni qildim. G'aliban da sal kuchaproq dedim sizlarga. G'aliban taxsis chiqadi deganlik ba'zi vaqtda taxsisdan boshqa ma'no chiqadi. Abtur bunga qisqacha bir misollar kelib davotidi. Ma'no yuqorida tilg'anilgan mazmunlarning hammasiga ma'no taxsisdan boshqa varoat taxsisdan boshqa yuqorida tilg'anilgan narsaning hammasiga ma'no yana bir narsani ifodalab beradi. U bo'lsa-mu muqaddam bo'lganga ko'ngil bilish. Degani muhim narsani muqaddam qilish. Bunda taxsis emas, bunda narsa chiqadi masalan. Şunlaşqa bismillah'daki fiil adat arqanlıq cari mecruda Arab tilda bir fiil taqdir qılınır. Şu fiil muakhir taqdir qılınır. Bismillahi abda'u deb. Nimişqa? Çünkü iştinmi Allah'ın namı muhim. Onda dese bizga keltirilish mumkin bir dalil. Iqra bismi robbikallazî xalaqta. Iqra bismida bismi keynida iqra oldida keltirilibdi. Acaba o'qish Allohning nomidami muhimmi deydigan bir savol tug'ishi mumkin. Abtur buni o'zi keltirib davotidi. Keltirildi bunda savoldan birisi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo iqra bismi dedi. Fiilni bismi robbikiga muqaddam qildi desa, ujiba bu yerda javob beriladi muhimi mayada qiroat. Çünkü Resulullah okumasdan, ügenmezden ne Rabbinin ismini bilmez. En bol okuş muhim. Şu noktada iqranın burun keltirgen bu bir sual. Bir cevap. İkinci cevap Bismi Rabbik. İkinci cevabında cevap versin burada. Yani Bismi Rabbik, bi enne Bismi Rabbik. İkinci iqra'ı bundan söyledik. Iqra degeni yalnız müstakil bir cümle. Peşkoyup ayrıvetimiz ne? Iqra. Bismi Rabbikellezî halak iqra. İkinci iqra bismi. Adoganda yana bismi Rabbik aldığı o'tgan bo'ladi. Yani bu muakhir. Andoz birinci iqra nima desa bu mustaqil jumla. Uning ma'nosi desa o'qu emas, o'qishni barliqqa keldi. O'qish degan bir hukmni maydonga keldi degan bo'ladi vaqtida. Mustaqil jumla mana joylasimi bo'ladi. Tamam, yuqoridagi maf'ulun bih va uning o'xshashlardagi jumladagi maf'ulga o'xshash bilaklarni muqaddam qilishdan chiqadigan mazmunlar dedik. Dedim, men qayta takrorlab qo'y, mazmunlar bulan emas, bundan boshqa mazmunlar va men bayat ismini deb bergan kitoblar, balog'at kitoblarga bir qurib qarab chiqsanglar bo'ladi, o'zinglar yoki o'zingizga til tuyg'usidan taxmin cho'ng qilsanglar bo'ladi. Endi gap shu, hada degani gap shu. Fiilning ma'mulatlarining ba'zisining yana ba'ziga muqaddam qilinishi li'ag'roz. Nurg'un maqsadlar uchun bu taxsisdan boshqa, yuqori tilg'anilgan ta'kiddan boshqa, raddul xato fi ta'yindan boshqa nurg'un maqsadlar uchun bo'ladi. Shu maqsadlarning birisi muqaddamningki asli bo'lishi, chunki jumladagi o'rni shu muqaddam undan chiqishni taqozo qilgan bir talab yo'q, wala muqtadalil udul anhu. Masalan, fa'ilni maf'ulun bihi muqaddam qilish normal nahviy qoidasida fa'il burun kelib maf'ulun bihi keyin keladi. Normalda buning buziladigan hech qanday talab bo'lmagan ahvol ostida cho'qim fa'il muqaddam maf'ulun bihi muakhir keltirilishi kerak. Darabadayn amranga o'xshash. A'taytu Zaydan dirhaman deganga o'xshash jumlalarda birinchi maf'ulni ikkinchi maf'ulga muqaddam qilgan o'xshash. Chunki birinchi maf'ul fa'il igilik xususiyati va ikkinchi maf'ulninki nimalar xabarli xususiyati va ya'ni a'taytu Zaydan dirhamanda Zayd og'uchli xususiyati va dirhamanning elinuvchi xususiyati va maf'ulun bi xususiyati. Bu nuqtadan Zayd muqaddam dirham muakhir qilib bu normal grammatikada bekitilgan o'rni. Buning o'xshagan sabablar bo'ladi g'arazda. Undan boshqa muqaddam qilingan bilakning ma'mul muqaddam qilingan ma'mulninki boshqasi qaraganda muhimroq bo'lishi. Masalan, bizga nisbatan muqaddam qilingan bilak muhim. Shunga boshqa muqaddam qilingan boshqa sababi yo'q. Masalan, qatalal xorijiyya falan desa, xorijda falan o'tib desa, bizga kimning o'ltirganligi muhim emas. Muhimi bizimizning beshimizning aqlayotgan halaqa xavarij degandek. Bizning yurtda ajoyib askadamdan birisi va hammadan baqtulg'usi va bir kun esa pokkudek birisi o'tayotgan bo'lsa, o'ltirayotgan odam quloqqa bak kirmay, palonini o'ltiribdi deb, chunki odam muhim bo'lg'achqa shunda jumlaning beshida oladigan gap. Endi maf'ulun bih fa'ilga muqaddam qilin, chunki maqtulning zikri fa'ilning zikridan bayada muhim. Bu bir sabab, shunga o'xshash. Undan keyin sabab ta'xir keltirish ma'noning bayoniga
buzilishni paydo qiladigan agar ilgari keltirmay keyin keltirib qo'ysak mendan xato hukm chiqib qolish ehtimoli bunda ahvol aslida boshqa sabab bo'lmasa muqaddam qilindi ba'zi bilaklar وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ماذا بلسلا رجل مؤمن قالنا فاعلسه من آل فرعون onun birinci sıfatı يكتم إيمانه ikinci sıfatı يكتم إيمانه ne min آل فرعون'dan muqaddam keltirib qo'ysak nima ish qilib bo'lmaydi desa tarjimasi Ali Fir'avndan bo'lgan o'zining iymonini boshqalardan yushayotgan degan ma'no bor. Yaktum iymonini shunda men Ali Fir'avnni oldiga qo'yib qo'ysak, o'zining iymonini Ali Fir'avndan yushayotgan degan ma'no chiqib qoladi. Buni xato ma'no chiqadi bu yerda. Bu yerda biz unda demakchi emas, oyat unda demakchi emas. Chunki boshqa ikki sifatni mushakilda keltirgan. Ma'noning oldiga kelgan tizilishi ma'no buzilib ketmasini yusidi. Agar min Ali Fir'avn yaktum iymonahu muakhar qilinsa, u vaqtda yuqorigi uslub bu gap ma'no tuandagi uslub bo'yicha bo'ladi. وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون لا توهم بيادا شو نخبر وهم كيف قالوا دوكي من آل فرعون يكتم نصيل سدنكن يعني izning iymonini Ali Fir'avndan yushirdikken degan gap chiqib qilib, o adam Ali Fir'avnga oid, Ali Fir'avnning ichidan bo'lgan adam degan ma'no chiqmay qoladi. Ya'ni bu yerda u odamning Ali Fir'avndan ekanligi tushunilmaydi. Ma'no to'g'achqa muddao alınışıp ketken, muddao ifodalanmagan bo'lg'achqa shu o'rinda ikki sifat mushtartif bo'yicha keltirilgan. Bu bir sabab. Undan boshqa ba'zi bilaklarninki muakhir qilishning yana bir sababi ta'xir tanosiqlikqa xalal paydo qilgan. Tanosiqligini jumlalar odatda bilasizlar, she'rlarda saj'i deb qo'yamiz, qofiya deb qo'yamiz. Qur'on oyatlarida favasil deb qo'yamiz buni. Hamma oyatlar bir-biriga mos shaklda keladi. Agar shunda muqaddam muakhir ahvolida ba'zi ishlarda muqaddam qilmay muakhir qilinsa, haliqqa biz ra'y qilmoqchi bo'lgan favasil buzilib ketishi mumkin. Masalan, fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa fa'awjasning fa'ili muqaddam bo'lishi kerak, lekin muakhir qilindi. Chunki bu oyatning, surtahaning butun ahvoli a degan fasillar oyoqlashib kelgan bo'lg'achqa, bu yerda Musoni beshqab qo'ysak, favasilga to'g'ri kelmay qilish ehtimoli, fasil buzilib ketib qoladi. Shu nuqtadan Musoni kelgan. Boshqa sabab yo'q bu yerda. Yani xifatan Musaga muqaddam qilindi. Halbuki Musa fa'il mishqa desa, shuning oldi va keyindagi alif bilan oxirlashgan favasillarga qana qilish, rioya qilish yusidan deb mazmunni oxirlashtirdi. Saboqdoshlar, eng muhimi biz muslimlarda nurg'un taqdimning sabablarini bayon qilib o'tdik. Musnatda ancha-muncha bayon qilib o'tdik. Meyadimi misol sifatida so'zimizga bo'lmaganligini bayon qilib o'tdik. Ammo shuni tushunilmoqki, jumladagi qanday bo'lak bo'lsin, taqdim qilinishda ko'riladigan butun e'tiborotlar, butun ma'nolar, butun inchki nuqtalar hammasiga am. Maf'ulun bihni muqaddam qilgan vaqtida chiqadigan ma'no muslayni muqaddam qilgan vaqtida chiqishi mumkin. Muslayni muqaddam qilgan vaqtida chiqishi mumkin. Bir sifatni va undan boshqa har qanday bilakni muqaddam qilgan vaqtida chiqishi mumkin. Mush nuqta kallamda aydınlaşsa, mencha bu masalalarni kallamda o'zlashishi qiyin emas. Shundan bugungi darsimiz sal azob qolgan bo'lsa-mu, bir mazmun tugab, yangi mazmunga kelib qolganligimiz uchun bu yerda to'xtaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.